Men ana bilaman bunaqa uy solish har bitta o'g'il bolaning orzusi. Bu uyni ko'rsatishimdan oldin kommentariyaga nasib qilsin deb yozib qo'yinglar. Qani ketdik. Bismillah. Voy bu maza-yu senga. Va vashi maza bo'lib qopti-yu. Hayot yaxshi ekanda. Xudoga shukr yaxshi. Oldin ham yomon bo'lmagan. Voy bu degan so'zlar-da. Uni tagida necha yillik mehnat. Men uyda egasi bilan gaplashdim. Akamiz bu uyda ota-onasi komfort yashash uchun maxsus qurdiribdi. Taxminiylarcha bu uyga qancha pul ketgan? Ko'rib turganinglardek uyga eng qimmat va sifatli mahsulotlar ishlatilgan. Ushbu ko'rib turgan high-tech fasondagi uyimizga Metal Mart kompaniyamiz tomonidan oynali perillalar o'rnatib berilgan. Ushbu dizayndagi perillaga 5x5 qora profil hamda birli kalyonli oynadan foydalandik. Zamonaviy dizayn, maksimal mustahkamlik uyg'unligi Metal Martda. Natijani ko'rib turibsizlar. Zamonaviy ko'rinish, ishonchli himoya, eng asosiysi uzoq yillar xizmatingizni qiladi. Metal Mart ishonchli tanlov. Bunaqa uylarda ota-onamizga qurib berish har bittamizga nasib qilsin. Metal Mart oilangiz xavfsizligi uchun yaratilgan.